kuni dam olish kunlari va nihoyat 1,5 oy deganda birinchi marta dam oldilar. Shu uchun uyqudan yaxshilab to'yib uxlab olganlaridan keyin zavtrakcha taxlab berdim. Shu zavtrakimni juda ham yaxshi ko'radilar. O'sha esa kofe qildilar. Выходной kunlarga qaramasdan noinsoflar telefon qilishni boshlaverdilar. Shu telefonlarini go'xil paytlar sindirgim keladi-da. Shu bilan obedda biz zavtrak qildik. Zavtrakdan keyin endi get ready olib, makiyajlarimni qilib tayyorlanayotgan edim. Erim bilan aylanishga borishimiz kerak edi. Lekin aylanishimiz kutidan chiqdi. Shu uchun настроениemiz buzilmasin. Kechasi birinchi ro'za tutaydigan kunimiz edi. Shu uchun shunaqa narsachilar tayyorlashni boshladim. Bularning retsepti alohida chiqadi. Har bittasini shunaqa mazali, shunaqa zo'r chiqqan. Shu uchun albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammalaringizni yana bir bor kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Mana shunaqa mazali trubuchkalar tayyorladim. Kim yeb ko'rgan, eng shirini именно mana shu mikserdan yalab olish. Bu retseptlar hammasi internetdan, shu uchun o'zingiz ham bemalol tayyorlashingiz mumkin. Keyin bachalar kelib mana shunaqa vkusnyashka keltirdilar menga. Ujinga bizga mana shunaqa shashlik, bu xarskiy shashlik bo'lishi kerak edi, lekin nimadir ne to ketgan. Va sizlar bilan saharlikka ko'rishamiz. Sen пока.